Assalomu alaykum. Usta Sulaymon muxlislari, biz anchadan video qo'ymaslik sababi bor edi. Qanaqa sabab sizlar? Xuddi mana shu o'qiyotganlarning sababi. 5-6 oydan beri otaxonlarimiz, onaxonlarimiz xizmatini qilib yurdik. Bu videoni qo'ymoqchi bas edik. Endi hamkorlar, sheriklarimiz aytdiki, qo'yaylik, biz ham qilayotgan ishimizni ko'rsataylik, o'zbekistonliklar ko'rsin. Mana shunaqa ishimizni dedi. Keyin bo'pti, kelishuv bo'lib, keyin qo'yyapmiz. Endi yuzini ko'rsatish, otaxonlarimizni, onaxonlarimizni yuzini ko'rsatamiz. Hali agar sizlar kommentariya yozib, shunaqa bolam gazini bos, xizmatini qil, duosini olaver desalar, endi yuzlarini ko'rsatib, nima ichyapti, nima yeyapti, mashq qilyapti, qanaqa mashq qilishyapti, sog'ayish uchun shunaqalar xudo xolasa ko'rsatamiz qilayotgan harakatlarni. Faqat uning uchun bizga nima kerak? Bizga kommentariya, like, gumbillatib bosib berishlari kerak. Ana shuning uchun keyin har bitta qilayotgan ishlarimizni, olib kelayotganimizni, soatini, vaqtini hammaga ko'rsatamiz. Endi men ham bunaqa gapga unaqaroq basman gapni nima deydi, dona tushuntirib bera olmayman. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman gapirishga. Endi xato kamchilik bo'lsa kechirasizlar. Yo, unaqa qilinglar, o'g'lim yaxshi ish boshlabsan, ukam yaxshi ish boshlabsan degan bo'lsalar, endi bu ishni gazini bosyapmiz, videolar tashlab turamiz, YouTube'ga, Instagramga, hamma tarmoqlar, Facebook'ga. Yo'q, to'xtadi, shayton shaharda to'xtadi, sizlar to'xtatamiz. Endi buni xudo xolasa ichkarida bo'layotgan, xonamiz ichida bo'layotgan voqealar hammasini birma-bir syomka qilib tashlayveraman. Agar sizlar kommentariya yozib, bolam bos gazini, biz san tomondamiz, bizni sani qo'llab-quvvatlab duo qilamiz deb turganlar bo'lsa, biz zavq olib ishni boshlab harakat qilaveramiz, syomka qilib tashlayverishga xudo xolasa. Endi qo'limizdan kelgancha, bizning kuch-quvvatimiz yetganicha harakat qilyapmiz, xudo bergan. Shu endi qilayotgan ishlarimiz shu. Endi yo'q, to'xtadi, video qilma desalar, video qilmay qo'yamiz, yo'q qil desalar qilaveramiz. Bolam gazini bos, otaxonlarni oyoqqa turgizib yurgizdi desalaring, harakat qilamiz yurgizishga. Xudo xolasa video olib sizlar tashlayverish harakat qilamiz. Yo'q, olma videoni desa, olmay ham qo'yamiz. Endi xudo xolasa biz sizlardan bitta narsa so'raladi, pul yo boshqa narsa so'ralmaydi. Sizlardan bitta so'ralayotgan narsa podpiska, obuna, lakalar gumbillatib berib tursang bo'ldi. Qolgan narsalarni ichkarida bo'lgan hamma voqealarni birma-bir bitta kunma-kun qilib chiqarib berishga harakat qilaman.